Assalomu alaykum, parranda va inkubator ishqibozlari. Xudo xohlasa mana sizlarga yangilik bo'lgan inkubatorlarimizni olib kelib qo'ydik. Bu inkubatorlarimiz yangilik bo'lib, xudo xohlasa O'zbekistonda bitta bu. Biz birinchi bo'lib olib keltirdik. Bu inkubatorlarimiz to'liq avtomatlashgan full inkubatorlarimiz. Bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, eng kichigidan tortib eng kattasigacha olib kelib qo'yganmiz. Hozir yangilik bo'lgan inkubatorlarimiz bu yerda mana 5 xil turi turibdi. Bu birinchisini aytadigan bo'lsak, 24 talik, ikkinchisi 36 talik, 64 talik, 128 talik va 200 talik. Undan keyingisi alohida 500 talik bo'lgan inkubatorlarimiz. Xo'p, bu 5 xil inkubatorimizni xususiyatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, hammasi 5 alasi ham sig'imni qanchaligiga qaramasdan ishlash xususiyatlari bir xil. Issiqlik, namlik, avtopavorot, signalizatsiya, akkumulyatorga ishlash, hamma funksiyalar bor. Hamma narsani o'zi avtomatik bajaradi. Namlikni ham o'zi avtomatik regulirovka qiladi. Keling Burxondan olib keling bu yerga. Bu yerda mana tagida o'zini maxsus qoplamasi bor, tepasidagi qoplamasi. Mana olib tashlaganimizda ko'rinish xuddi shunaqa bo'ladi. Birinchi ko'rgan bo'lsanglar mana 38 gradus, undan keyin 55%. Bu yerda mana kunini ko'rsatyapti. Bu yerda yaqinroq olib kelsangiz, mana tovuq parranda turibdi. Bu yerda mana biz o'zimizni shaxsiy logotipimiz bor. O'z inkubator degan maxsus biz uchun ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa birinchilardamiz. Xo'p, bu inkubatorlarimiz garantiyalariga keladigan bo'lsak, xudo xolasa 6 oy garantiya beramiz. Bu inkubatorlarimiz ishlatish, qanday foydalanish videolarni alohida sizlarga funksiyalarini to'liq videosini xudo xolasa alohida video qilib sizlarga chiqaramiz. Xo'p, bu inkubatorlarimizni hajmlarini aytganimdek, birinchisi 24 talik Burxonidan akalichi. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, upakop ko'rinishi mana bunaqa korobkaning ichidan chiqadi. Mana bu yerda razmerlari ham bor, ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda kitobchasi, mana avtomatik namlikni boshqarish uchun motorchasi bor. Ichida roliklari bor. Hamma komplektda hamma narsa bor. Ventilyator, bu yerda pavorotni ulash tizimi bor va bu yerda issiqlik va namlikni datchigi turibdi. Ko'rinishi xuddi shunday. Mana bu yerda o'zimizning shaxsiy logotipimiz. Bu yerda tuxumni tekshirsak bo'ladi. Bu yerda mana namlikni ulash uchun radionlikni o'sha yerga suqib qo'yiladi. Bu yerda esa 12 voltga. Bu yerdan 220 voltdan foydalansa bo'ladi. Yana bitta narsa oldingi inkubatorlarimizda yo'q narsa. Bu yerda mana havo sirkulyatsiya aylanishini, yangi havo oqimini to'g'irlash uchun bu yerda mana teshigini kichraytirib, kattaytirsa bo'ladi. Xo'p, keyingilari ham xuddi shunaqa. Uni ko'radigan bo'lsak, bu 36 talik inkubatorlarimiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bir xil hajmida farqi bor. Bunimiz 64 talik inkubatorimiz. Mana hamma narsasi bir xil. Bunda logotipimiz bu tomonga joylashgan. Mana o'z inkubator bu yerda yozilgan. Mana bizning mahsulotligimizni xuddi shu yerga qarab bilib olsangiz ham bo'ladi. Hali bu inkubatorimiz yangilik, hali O'zbekistonda yo'q. Mabodo kelgunchalik yana bizdan sotib olgan yoki boshqa joydan sotib olganda biznikiligini bilish uchun shu yerdan qarab e'tibor qilib olsak bo'ladi. Xo'p, bu inkubatorlarimizni qisqacha xususiyatlarini tushuntirib o'tadigan. Ha, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda kunini ko'rsatyapti. Kuni birinchi kun, endiroqda yaqinda suqqanimiz uchun mana issiqlikda 37.8 gradus, namlikda 55%. Bu yerga qarasanglar, mana motorimiz bor. Bu motorimiz avtomatik suvni ichkariga dalivka qilib beradi. Xo'p, inkubatorimizga keladigan bo'lsak, qisqacha bu yerdan akkumulyatorga ulanish, bu yerda namlik radiomligini ulash, bu yerdan 220, bu yerda mana 100 watt atrofida tok rasxod qiladi. Boshida 100 watt, undan keyin yana o'rtacha 70-50 wattgacha tushadi. Bu yerda mana 220 volt va 12 volt ishlaydi degani. Xo'p, inkubatorimizni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda pavorotni ulash tizimi bor. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, inkubatorimizni ichini ochganimiz uchun gradus tushib ketgani uchun, namligi ham tushib ketgani uchun signal cholyapti, ogohlantiryapti, nimadir noto'g'riligi. Xo'p, inkubatorimizni ko'radigan bo'lsanglar, mana xuddi shunaqa roliklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta rolik. Xo'p. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, keyin bu inkubatorimizni yangilik bo'lgani uchun o'zimiz birinchi marta ochishimiz, bitta rolik oshiqcha chiqdi. Balkim hammasi bittadan oshiqcha chiqishi mumkin. Qo'shimcha tarzda va bu yerda roliklarni bemalol chiqarib foydalansak bo'ladi. Tuxumlarni 19-kun shu setkaning ustiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tagida manaqa namlikni boshqarish uchun shunaqa gubkasi bo'lar ekan. Suv kirganda o'sha gubkalar chayqalishi mumkin. Qimirlatganingizda suvni muvozanatini ushlab turish uchun. Xudo xolasa. Xo'p, inkubatorimizni tagida manaqa ko'kak bilan himoya qilingan o'zini zashtasi bor, himoyasi bor. Xuddi shu ko'rinishda roliklarning ustiga tuxum teriladi. Pastiga 64 ta, tepasiga 64 ta. 128 ta tuxumga mo'ljallangan. Ko'rayotganlaringdek, bunda ikkita ventilyator bo'ladi. Ikkita mana bu jabrasi ikki tomondagi qovurg'asiga qaratiladi. Naborot teskari qilib yonbosh qilib yopib qo'yilmaydi. Mana shu yeri pastga qarab bo'ladi. Muhim ko'rsatmani
aytib o'tib mana bu narsa mana bu yerda qotirilib turadi. Buni bu yerga qotirib qo'yganning sababi kelayotganda qimirlab ishkasi yetmasligi uchun. Buni xarid qilganingizdan keyin ishini ochib bo'shatib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'shatib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Chunki mana bu plastmassa nisbatan issiq turadi inkubator ichida. Bunga ta'sir o'tkazishi mumkin. Buni osiltirib qo'ysangiz ichidagi realniy gradusda bemalol ushlab berib turadi. Xo'p, havo qismlarini hozir ulaymiz. Yana to'liq ishlatish bo'yicha alohida video chiqaramiz. Albatta YouTube kanalimizga o'tib, kanalimizga a'zo bo'lib, xudo xolasa chiqargan videolarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Inkubatorlarimiz garantiyalariga keladigan bo'lsak, 6 oy xudo xolasa garantiya beramiz. Keyin mahsulotimizni xarid qilish uchun ushbu yozilgan telefon raqamlariga telefon qilsanglar bo'ladi va Uzun marketdan Uz inkubator do'konidan, faqatgina Uz inkubator do'konidan xarid qilsanglar bo'ladi. Buni o'sha uzumga kerak inkubator deb qidirganinglarda kartalar kelib chiqadi. Xuddi shu mahsulot yoki boshqa mahsulotimizga kirgandan keyin pastga tushganda do'kon nomi yozilib turadi bu yerda. O'sha do'konga qaraysizlar, Uz inkubator do'koni bo'lsa, xudo xolasa xarid qilib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, inkubatorimizni narxlariga keladigan bo'lsak, bu inkubatorlarimizni shunaqa qo'shimcha funksiyalari, qo'shimcha xususiyatlari borligi uchun ekrani bunga o'xshagan oldingi LED chiroq emasda, bunaqa ekran orqali ko'rsatib turganligi uchun ozgina narxlarimiz qimmatlangan. Bu 24 talik inkubatorimiz. Xo'p, 750 ming so'm 24 talik to'liq avtomatlashgan issiqlik, namlik, pavorot hamma narsani o'zi boshqaradi. Inson omili bunda bunaqa oldingidek ko'p vaqt olmaydi. Bunimiz 36 taligimiz. 36 taligimiz narxi bo'lsa 900 ming so'm turadi. Bu ham to'liq avtomatlashgan. Hammasini ishlash funksiyasi bir xil. 36 tovuq tuxumga sig'imiga mo'ljallangan va bedana, o'rdak, g'oz tuxumlarini ham joylab ishlatsanglar bo'ladi. O'rtacha bedana ochirmoqchi bo'lsangiz, 36 talikni 2 ga 2,5 ga ko'paytirasiz. 100 taga yaqin tuxum sig'adi. Bu 64 talik inkubatorimiz. 64 ta tovuq tuxumi sig'imiga ega. Xudo xolasa keyingi partiyamizda 100 talik inkubatorlarimizni ham buyurtma qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa uni ham sizlarga alohida video qilib e'lon qilamiz. Bunimiz 2 etajlik 128 talik. Xo'p, 64 talik narxini aytmoqchimiz. 64 taligimiz narxi. Xo'p, 1 million 300 ming so'm edi. 1 million 300 ming so'm. Bunimiz 1 million 600 ming so'm. 128 taligimiz. 200 taligimiz 2 million so'm turadi va oxirida turgan 500 talik inkubatorimiz 4 million so'mda narx beriladi. Endi buni qanday xarid qilaman deb o'ylayotganlar uchun ushbu yozilgan telefon raqamlariga telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Xarid qilish, qanday ishlatish, hamma ma'lumotni telefon qilib bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizlarga aloqaga chiqsanglar, sizlarga Telegram orqali, iloji boricha Telegram orqali aloqaga chiqsanglar yaxshi bo'ladi. U yerda tayyor shablonlar sizlarga jo'natib beradi sotuvchilarimiz. O'sha yerda bemalol o'zingizlarga bo'lgan, kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Xarid qilish bo'yicha oldindan to'lov bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar qilib beramiz. Oldindan kart orqali, Payme yoki Kilik orqali yoki Payme xolis orqali to'lov qilaman deganlar uchun ham xudo xolasa Payme xolis orqali ham haligi nima deydi, strafovkasi bor. Ishonmaganlar uchun Payme xolis orqali to'lov qilsanglar ham bo'ladi. Keyin va buni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz pullik, o'rtacha dastavkalarimiz tuman, viloyat, tuman sentrlarigacha dastavka qilib beramiz. Hajmiga qarab o'zgarishi mumkin. Buni o'rtacha olib qaraydigan bo'lsak, bu inkubatorimiz 24 talik hajmini, ushbu hajmni olib qaraganimizda, bu yerga hajm yozilgan. O'rtacha 50 ming so'm, 60 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yog'i hajmga qarab o'zgarib boradi. Eng kattasi buni oladigan bo'lsak, bu inkubatorlarimiz o'rtacha 150 ming atrofida dastavka xizmati bo'lishi mumkin. Misol uchun, bu 200 talik inkubatorimizni olib qaraydigan bo'lsak, eng uzoq masofa bizdan Nukus, Qoraqalpog'iston Nukus bo'ladigan bo'lsa, maksimum 150 ming, 200 ming atrofida bo'ladi. Maksimum eng uzoq masofa. Undan buyoq bo'ladigan bo'lsa, misol Samarqand, Xorazmlarga bo'ladigan bo'lsa, 120 ming, 130 mingga chiqishi mumkin. Bu hajmga qarab va masofasiga qarab o'zgaradi. Xudo xolasa yetkazib berish vaqti 2-3 ish kuni talab qiladi. Shanba, yakshanba kuni pochtalarimiz ishlaydi. Pochtalarimiz BTS va Yemo Express orqali yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha mahsulotlarimiz xudo xolasa kafolatli. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol yana telefon qilib ma'lumotlarni olib xarid qilishlari mumkin. Xudo xolasa hammasi joyda va to'liq videosini ishlatish haqida videosini, funksiyalarini, hamma ma'lumotlarni sizlarga alohida video qilib YouTube kanalimga joylab beraman. YouTube kanalimga o'tinglar va video albatta yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, yangi videolar chiqarganimizda sizlarga ertaroq tavsiyasi chiqadi. Xo'p. Shu bergan ma'lumotlarimiz xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib
qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Yana nima savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Yana Xudo xolasa o'rganib chiqib, videoga olib, Xudo xolasa kamchiliklarni bartaraf qilib, sizlarga taqdim qilamiz. Salomat bo'linglar.